Assalomu alaykum. Omonmisizlar? Koreya poytaxti Seuldan salomlar bo'lsin. Men shu joydan beri jonli efir qilaman degan rosa niyatim bor edi. O'tgan safar ham sovuq, ham ichkari ta'mir bo'lganiga istomaga Assalomu alaykum. qilmagan edik. Endi biroz chiroyli maqsadimiz. eng baland joyda joylashgan Seulda. Yamyoq ko'rinadi. Mana Janubiy Koreyada eng katta masjid shu. Eng kattasi. Turklar qurganmi? Yo'q, buni Men turklar deb eshitdim, hazrat. Turklar deb eshitdim. Xo'p, fuqarolar urushi bo'lganda Koreyaga yordam berishgan ekan turklar. Keyin nima yordamlaringga biz nima qilib beraylik deganda, bizga bitta yer bersalang bo'ldi, tepalikdagi. Keyin shu yerda qurgan ekan. 70 yillar bo'lgan bunga. Ichkari ta'mir edi. Fuqarolar urushi bo'lgan. Salot Nayibiy minbar degan mana o'sha minbar haligi minbar voqeasi. Turklar o'sha minbardan olib ketavergan. Ha, o'shani olgan. Endi gapirib chiqaylik, keyin tashqarida aytamiz. Men alohida naqshlarini ko'rsatgim keldi. Tarixni aytib beraman hozir. Xullas kalom. O'tgan safar kelganimda kimdir ko'rgan bo'lsa, Abdurahim degan bir bola bor edi. Koreys bola, musulmon bo'lgan. Shundan so'ragandim, sen nimaga musulmon bo'lgansan deganda, shu masjidda aytgandi. Ya'ni juda ham bir chiroyli me'morchilik namunasi. O'zimcha ko'rgani kelgandim dedi. Mana minoralarni ko'rib uzoqdan bu qanaqa joy ekan deb ichkariga kirdim, naqshlarni ko'rib, ichkaridagi bu me'morchilikni ko'rib mahliyo bo'lib qoldim. Keyin qiziqdim. Musulmonlar kimlar, islom nima, masjid nima deb rosa qiziqib, keyin iymon kirganman deb aytdilar Abdurahim. Bir poracha Qur'on Karim o'qib qo'ygan shu bola. Ya'ni nima demoqchiman men? Shu minoralar ham bir hikmati bor. Mana shu naqshlarda ham bir hikmati bor. Qancha odamlar qila olmaydigan ishni Xudoy taolani bittagina shu minorasi qilib qo'yar ekanda, yo bo'lmasa bittagina naqsh qilib qo'yar ekan. Ayshaq gaplar. Mana bizning lashkar Abduhakimjon. Biz Abdurahim ketib qopti-yu armiyaga. O'tgan safar bir esdalik video olinmagandim, hozir atak kirib olib chiqdim. Chiroyli ekan ichi, biz bu yoqda o'qidik-ku. Shunda o'tgan safar biz chapdan kirgan joyga u yoqqa ayollar o'qiydimi endi shunda? hozir aytib qo'yibdi ichini. O'z musulmon idorasi ishlaydi ekan Koreya. O'tgan safar biz maktab ekan bolalar. Ha, ko'rganman. Mana biz o'zbeklar ochgan baraka ketgan. Endi sekin yuraveramiz. Endi orni to'g'ri olamizmi? Xo'p, inshaalloh universitetlarni uchrashuvlar o'tkazganimizdan keyin shanba kuni Kimeyga, Tegu yaqin Kimeyga, shanba kuni Kimeyga, yakshanba kuni Pusanga boradigan bo'lyapmiz, ha. E'lon qilib qo'ying. Bay. Koreya Seul. Ketdik.